Yoz faslida judayam ko'p ter ajrab chiqadi. Ayniqsa yaxshi ko'rgan ko'ylagingizni kiyolmaysiz, uyalasiz. Hayajonlanganda ayniqsa ko'p odam terlaydi. Antiseptik vositalarni do'konlardan olib ishlatiladi, lekin ularning samarasi uncha uzoqqa bormaydi. Yoki teri раздражение bo'ladi, qichishadi, terida qorayishlar ham kuzatiladi. Bu videoda qo'ltiq terlashning sabablari va unga yechimlarni ko'rsataman va video so'ngida sizlarga tabiiy va arzon bo'lgan uy sharoitida tabiiy dezodorant tayyorlashni o'rgataman. Assalomu alaykum, mani YouTube kanalida kuzatuvchilarim. Bugungi videoning mavzusi qo'ltiq terlash. Videoni boshlaymiz. Avvalo shu narsani tushunish kerak, o'zi teri hidsiz bo'ladi. Yomon bakteriyalar ta'sirida terimiz hidlanishni boshlaydi. Terida ikki xil bez bo'ladi. Biri suvli suyuqlik ishlab chiqaradi, ikkinchisi bo'lsa yog'lik suyuqlik ishlab chiqaradi. Mana shu joyda bakteriyalar rivojlanib, terini hidlantiradi. Terlash kuchayishining asosiy sabablarini ko'rib chiqamiz. Asosiy sabablari stress, hayajonlanish, issiq iqlim va sintetik kiyimlar, do'kondagi har xil antiperspirantlar, alyuminiy birikmalari borlari, vitamin va minerallarning yetishmasligi, gormonal o'zgarishlar, ayniqsa o'smir yoshlarda ko'proq kuzatiladi. Buni hal qilish uchun ikkita yo'l bor. Terini kamaytirish emas, teridagi yomon bakteriyalarni kamaytirish va terini pH balansini saqlash. Demak, muammoni yechimi sifatida men sizlarga uy sharoitida arzon va tabiiy antiperspirant tayyorlashni o'rgataman. Qani, ketdik, birgalikda tayyorlaymiz. Demak, kokosovoy masladan 2 qoshiq, katta osh qoshiqda olamiz. 1 qoshiq solindi. Bu mana ikkinchi qoshig'i, bu eriganda o'sha 2 qoshiq bo'ladi. Chaynak sodadan bitta osh qoshiqda sovuramiz. Men ozgina. Demak, kraxmaldan 1 qoshiqda solamiz, chunki kraxmal teridagi suyuqlikni o'ziga tortib oladi. Demak, bizda ekstrakt efirniy maslalar bo'ladi. Men hozir rozadan foydalanyapman. 1-2 tomchi qo'shib yuboramiz. Agar kokos qattiq holatda bo'lsa, водяной banya qilib buni eritib olasizlar. Demak, tayyor bo'lgan massani bitta idishga solib, xolodilnikka solib qo'yasizlar. Foydalanishdan oldin terini quruq qilib olinadi va qo'l uchiga ozgina miqdorda olib, teriga yupqa qilib suriladi. Agarda 3-5 kunni orasida terlash kuzatilsa, bundan umuman xavotir olmang, chunki teri sekin-asta bu vositaga moslashayotgan bo'ladi. Demak, shu tarzda siz bitta foydali bo'lgan tabiiy va arzon dezodorantni uyda tayyorlashni o'rganib oldingiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Agar shunday muammosi bor tanishlaringiz bo'lsa, bu videoni ularga jo'natib qo'ying. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha xayr.